Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Hozir sizlarning e'tiborlaringizga konfliktologiya va konfliktlarni boshqarish fanidan konfliktologiya va konfliktlarni boshqarish fanining mohiyati, vazifalari va fan sifatida shakllanishi mavzusi bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Bu mavzumizning rejasi pedagogik konfliktologiya fanning predmeti, maqsadi va vazifalari. Ikkinchi reja pedagogik konfliktologiya fanining ilmiy tadqiqot metodlari. Uchinchi rejamiz pedagogik konfliktologiyaning ilmiy asoslari. To'rtinchi rejamiz konfliktologiya fan sifatida yuzaga kelish tarixi. Konfliktologiya bu nizolarni hal etishning rivojlanish usullari, shuningdek uning salbiy oqibatlarini oldini olish to'g'risidagi fan. U fan sifatida ijtimoiy, psixologik, huquqiy va pedagogik bilimlarning sinteziga tayanadi. Konfliktologiya munozara va dialog san'atini o'z ichiga oladi. Pedagogik konfliktologiya nazariy va amaliy yo'nalish sifatida qaraladi. Uning asosiy maqsadi pedagogik ziddiyatlarning mohiyati va sabablarini o'rganish usullarini ishlab chiqish, ularni amaliy tartibga solish va hal qilishdir. Pedagogik konfliktologiya bu pedagogika fanining amaliy yo'naltirilgan yo'nalishi bo'lib, uning maqsadi pedagogik nizolarning mohiyati va sabablarini o'rganish, ularni tartibga solish va hal qilish usullarini ishlab chiqishdir. Zamonaviy maktabda pedagogik jarayon ishtirokchilarining o'zaro aloqasi, muammosi tobora keskinlashib bormoqda. Bugungi kunda o'qituvchi ta'lim sohasidagi ziddiyatli vaziyatlarning oldini olish va ularni hal qilishga imkon beradigan malakalarga ega bo'lishi kerak. Pedagogik konfliktologiyani o'rganish predmeti bu muammoli vaziyatning paydo bo'lishi va rivojlanishining tabiati, uning rivojlanish darajasini, pedagogik faoliyat sohasida unga ta'sir o'tkazishning mumkin bo'lgan usullarini o'lchashdir. Pedagogik konfliktologiyaning predmeti bu pedagogik faoliyatda ziddiyatlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi va yakunlanish faktlari, mexanizmlari va qonuniyatlari hisoblanadi. Pedagogik konfliktologiyaning obyekti ta'limdagi tizimli, protsessual va samarali nizolar hisoblanadi. Usullari yoki metodlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, strukturaviy va funksional nizoli o'zaro ta'sirning asosiy elementlarini aniqlashga, ularning har birining rolini aniqlashga yordam beradi. Protsessual dinamik konflikt rivojlanishining asosiy bosqichlari yoki bosqichlarini aniqlash. Tipologiya usuli ziddiyatli shaxslarning ikkala turini va nizoli ta'sir o'tkazish shakllarini guruhlashni, tasniflashni ta'minlaydi. Prognostik konfliktning o'zaro ta'sirini rivojlantirishning mumkin bo'lgan variantini, shuningdek nizoni hal qilishning ma'qul yo'llari va usullarini tavsiflaydi. Permissiv nizoni hal qilishning asosiy strategiyasi va taktikasini o'rganadi. Konfliktologiyaning fan sifatida yuzaga kelish tarixi to'g'risida gapirsak, qadimgi zamonlar, o'rta asrlar, uyg'onish davri, 19-asrning ikkinchi yarmi, 20-asrning boshlanishi davrlariga bo'linadi. Qadimgi zamonlar, ushbu davrda qadimgi Xitoy mutafakkirlarining qarashlari e'tiborga loyiqdir. Ular orasida xitoylik birinchi faylasuflardan biri bo'lgan Konfutsiy alohida o'rin tutadi. Uning falsafiy, shu jumladan konfliktologik g'oyalari boshqa Xitoy mamlakatlari tomonidan ko'p asrlar davomida ishlab chiqilgan. Konfutsiyning ko'plab axloqiy ko'rsatmalarida ziddiyat muammosiga oid qarashlarni topamiz. Mana ulardan biri: o'zingizga istamagan narsani boshqalarga qilmang, keyin davlatda va oilada
ular sizga nisbatan adolatni his etmaydilar degan fikrlari mavjud. O'rta asrlarga keladigan bo'lsak, o'rta asr mutafakkirlari qarashlarida ishlab chiqilgan konfliktologik g'oyalarning eng muhim xususiyati shundaki, ular asosan diniy mohiyatga ega edi. Ushbu tezisni tasdiqlash uchun Aurelius Augustinning qarama-qarshi va ajralmas sohalarda bir vaqtning o'zida davom etib, insoniyat va ilohiy tarixning birligi haqidagi fikrlariga to'xtalishimiz mumkin. O'rta asrning yana bir taniqli mutafakkiri Fomak Vinski ning konfliktologik g'oyalari hisoblanadi. Ushbu qarashlar uning falsafiy bilim va ilohiyat shohligi, dunyoviy va ma'naviy kuch, inson borligi, xudo va boshqa ko'plab mavzulardagi nuqtalarida topish mumkin. Uyg'onish davri mutafakkirlarining ziddiyat muammosiga oid qarashlarining muhim xususiyati shundaki, ular qadimiy Yunon falsafasining inson ongining buyukligi haqidagi g'oyasini yanada yuqori darajada rivojlanishi natijasida shakllangan. Uning atrofimizdagi dunyoni bilishda roli, inson muammolarini idrok etishni diniy ong kuchidan xalos qilish haqidagi fikrlari muhimdir. Ushbu davrning taniqli mutafakkirlari Nikolas Kanskiy, Niccolo Machiavelli hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, konfliktologiya va pedagogik konfliktologiya ta'lim jarayonida yuzaga keladigan nizolarni o'rganish va boshqarish fanidir. Ular ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi. Konfliktlarni boshqarish uchun ilmiy metodlar, masalan, kuzatish va anketalashtirish, ziddiyatlarni aniqlash va hal etishda muhim rol o'ynaydi. Pedagogik konfliktologiya shuningdek ijtimoiy va psixologik bilimlarni sintez qilib, ta'lim muassasalarida samarali yondashuvlarni taqdim etadi. Bugungi ma'ruzamiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.